Assalomu alaykum. Interchange komission to'lovi o'zi nima? Interchange bu banklararo komission to'lovi bo'lib, bank acquire, ya'ni savdo nuqtasiga xizmat ko'rsatuvchi bank, emittent bankka, ya'ni xaridorning kartasini bergan bankka karta yordamida tovar yoki xizmatlarni xarid qilish maqsadida amalga oshirilgan har bir to'lov operatsiyasi uchun to'laydigan komissiya hisoblanadi. Komissiya xarajatlari ikki bank o'rtasida taqsimlanadi. Shuning uchun ham u banklararo deb ataladi. Interchange nima uchun o'rnatiladi? Interchange naqd pulsiz to'lovlar bozori faoliyatini ta'minlaydi. Banklar interchangedan kelgan daromadlarni terminallarni o'rnatish va ularga xizmat ko'rsatish, kiber xavfsizlikni ta'minlash va takomillashtirish, NFC to'lovlarni integratsiya qilish kabi yangi to'lov texnologiyalarini rivojlantirishga sarmoya sifatida kiritadi. Bunday investitsiyalar xaridorlar va chakana savdo do'konlariga innovatsion to'lov texnologiyalaridan keng qamrovli foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, banklar ko'pincha banklararo komissiyaning daromadlaridan bank kartalari egalari uchun imtiyozlar yaratish maqsadida ham foydalanishadi. E'tiborli tomoni, ayni paytda aynan interchange to'lov tizimi orqali cashback tizimi rivojlanmoqda. Interchange miqdorini kim belgilaydi? Interchange miqdori to'lov tizimi tomonidan bozor taomillari asosida belgilanadi va do'kon turi, tovar qiymati, sotuvchi tomonidan ishlatiladigan tovarlarni qayta ishlash texnologiyasi hamda to'lov amalga oshirilgan mamlakat yoki hududga bog'liq bo'lishi mumkin. Interchange miqdori to'lov tizimi tomonidan belgilansa-da, tadbirkor va bank o'rtasidagi munosabatlar shartnoma bilan tartibga solinadi. Shu sababli tadbirkor interchange bo'yicha belgilangan komissiyadan ko'proq summa ham to'lashi mumkin. Bundan tashqari, teskari interchange ham mavjud bo'lib, bunday holatda emittent bank xizmat ko'rsatuvchi bankka foiz to'laydi. Masalan, mijoz boshqa bankning bankomatidan komissiya bilan naqd pul yechsa, ushbu komissiyaning bir qismi bankomat tegishli bo'lgan bankka interchange sifatida yuboriladi.